Dronlar 21-asrda o'limning narxi $400. Undan himoyalanish esa 4 million. Bu shunchaki o'xshatish emas. Bu urushning hisob-kitobi va bu hisob-kitobni siz to'laysiz. Bugun nima uchun dronlar sayyoramizning asosiy snaryadiga aylanganini, Moskva va boshqa shaharlar aslida qanaqa himoya qilinayotganini, nima uchun davlat ko'zi bilan qaraganda yarador askar halok bo'lgandan ham battarroq ekanligini aytib beraman. Siz bilishni xohlagan, lekin so'rashga qo'rqqan hamma narsani. Sizlar bilan professor Moriarty. Sizga nima bilan hujum qilinadi? Bu oldinlari artilleriya yoki shturm kerak bo'lgan joyga yetib boradigan bir martalik matoh. Bu urushdagi piyodalar aviatsiyasi, ommaviy va arzon. Ukraina va Rossiya ularni millionlab nusxada ishlab chiqaryapti va sotib olyapti. Ko'rinishidan oddiy rama, motorlar, batareya va kamera. Yig'ish deyarli qo'l mehnati. Ustaxonada, sexlarda, taqsimlanmagan liniyada, jangovar zaryad esa 100 grammdan kilogrammgacha. Texnikaligini, boshpanaligini qila olmasligi uchun yetarli. Bitta dron narxi taxminan $400-500. Bu oddiy dobrovolniy yig'imlar va 2024-2025 yildagi ommaviy xaridlarni Zolotaya srednyasi. Bu uchishga tayyor bo'lgan, hozirgi urushni asosiy xarajati deyilayotgan 7-8 dyum klassdagi dronning narxi. Ekraningizda bitta qushchani narxini maydalab yozilgan. Karbon rama $20 dan $35gacha birinchi sinadigan narsa. Oddiy skelet, 4 ta motor $40 dan $80gacha. Yurak texnikasi eng qimmat qismi, stek miya plus quvvat $50 dan $90gacha. Uchish kontrol va tezlik regulyatori, analog aloqa, arzon shovqinlarsiz lekin zo'r ishlaydi. Sizni bitta borish biletingiz 10-15 daqiqaga yetadi. Ehtiyot qismlarning hammasi taxminan $180 dan $335gacha. Qolgan yig'ish, dasturlash, antena va logistika. Agar biz ushbu ehtiyot qismlarni millionlab shtamplanadigan Shenzhen yerto'lasiga tushsak, umuman boshqa raqamlarni ko'ramiz. $150 dan $200gacha. Bu qiyp-yalang'och texnikaning narxi. Qolgan hamma narsa tezlashtirish, tavakkal va o'rtadagi ochko'zlar uchun soliq. Eng asosiysi, ya'ni sirli masalliq narxi qancha turadi? Portlovchi modda tizimning eng arzon qismi. Agar sovet meros haqida gapirsak, aniqrog'i noldan ishlab chiqarayotgan paytda eng topilmaydigan qismdir. Klassika PG-7 va RP-7 o'qi FPV-dan eng ko'p uchraydigan mehmon. Jahon qora bozorida bitta o'q uzilishi taxminan $30-50. Ammo urushda ularning ko'pincha eski zaxiralar hisobidan chiqarishadi, deyarli tekin. Operatorlar shunchaki dum qismini burab yetishadi va izolenta bilan dronga boylab qo'yishadi. 3D pechat qilingan korpus, $2lik plastik, plus portlatadigan yana $5, plus ichidagi masallig'i. Sanoat miqyosida portlovchi modda trotil yoki plastit narxi 1 kilogramm uchun taxminan $15-30 tashkil qiladi. Geksagen va akfol bular qimmatroq. Ularni zirh teshish uchun kumulyativ zaryadlarda ishlatishadi. FPV uchun odatda piyoda askarga 400 grammdan, tankga qarshi esa 1,5 kilogrammgacha kerak bo'ladi. Ya'ni ushbu tenglamada o'lim narxi $20-40 dan ko'p turmaydi. Mana bu tenglamani qarang. $50 Xitoy temir tersaklari uchun, $40 sovetskiy granata, $10 1 litr benzin. Bu jang maydoniga yetkazish uchun jami $400. Bularga qarshi $7 million Germaniyaning Leopard 2.6 tanki yoki $4,5 million Rossiyaning T-90M tanki turibdi. Bu urushning matematikasi o'ta shafqatsiz. Bitta tank shunchaki o'z xarajatini qoplash uchun 15,000 dona dronni yo'q qilish kerak. Lekin u 10 tasini ham yo'q qila olmaydi. Qora bozorni harbiy sanoat ustidan qozongan katta g'alabasi ham shunda. Dronlarni tanklar bilan emas, boshqa aqlliroq snaryadlar bilan solishtiramiz. Excalibur snaryadi $150,000, Tikibir Javelin
200 ming dollar. HIMARS raketasi 250 ming dollar. Bularni hammasi muhandislik dronlari, lekin hammasining muammosi bitta, judayam qimmat. Dunyodagi birorta ekonomika bularni kuniga minglab ishlab chiqara olmaydi va ayni shu joyda 400 dollarlik FPV paydo bo'ladi. Lazerli snaryadek aniq emas yoki raketaga o'xshab qudratli emas, lekin bitta HIMARS puliga siz osmonga 500 ta dronni bemalol uchirsangiz bo'ladi. Oldinlari mikroskopik aniqlikdagi zarba huquqi milliardlab byudjetga ega generallarda bo'lgan. Bugun esa bu huquq qo'lida payanlik bo'lgan AliExpressga kira oladigan istalgan vizvodda bor. Siz tushunishingiz uchun FPV ning asosiy muammosi vaqt va aloqa. FPV videolar oxirida doim qor va jivir bilan tugaydi. Bu radioelektron kurash tizimini ishlayotganidan. Radioelektron kurash tizimi signal yerga yaqinlashganda yo'qoladi. Zamonaviy pozitsiyalar dron signal tutuvchi detektorlar bilan himoyalangan. Hali dron yaqinlashmasdan uni eshitishadi va himoya gumbazini yoqishadi. Shu sababdan xuddi rek tizimi ustidan kulayotgandek yangicha tip paydo bo'ldi. Optik tolali FPV. Dron o'zi bilan kabel olib yuradi va radio aloqa endi kerak emas. Dron radio to'lqinlar diapazonida umuman hech narsa tarqatmaydi. Efirda suv quygandek jimjit. Optik tolali dron kerak bo'lsa 4K sifatidagi ideal videoni uzatadi. Portlash vaqtigacha birorta jivir-jivirsiz pilot qirilgan bronjiletni har bir avtobasharani ko'rib turadi. Bu o'q tegish aniqligini 10 karra oshiradi. Dronni faqat 100-200 metrdan quloq bilan eshitishganda yoki u nishonga urilayotganda sezib qolishadi. Bu kambag'allar uchun stealth texnologiya, lekin kamchiliklari ham bor. Simli uzunligi drondagi g'altak odatda 10 kilometrgacha optik tola tashiydi. Undan uyog'iga kabel tugaydi. Uzilib ketishi ham mumkin. Agar o'rmonzor yoki xarobalar orasidan uchib o'tilsa, kabel ilinib qolishi va uzilib ketishi mumkin. G'altak tashilganda dron biroz sekinroq uchadi. Bunaqa dronning narxi 600 dollardan. Bu Ukrainadagi eng ko'p xarajatli material. 2025-yil oxiri va 2026-yil boshidagi ma'lumotlarga qaraganda VSU kuniga 7000 tadan 9000 tagacha dron ishlatadi. Ularni qariyb 70% faqat bir tomonga uchadigan FPV kamikadzelar. Rossiya tomon ham shunaqa ko'rsatkichlarga chiqdi. Kuniga 5000 tadan 8000 tagacha FPV dron ishlab chiqarishadi va uchirishadi. Har minutda 10 taga yaqin FPV dron. Bu har sekundda bitta portlash degani. Bir sutkada 14400 dona. Shunaqa qilib ikkala tomoni harbiy mashinalari sutkasiga faqat dronlarni o'ziga 5,760,000 dollar sarflamoqda. Bitta dron narxi 400 dollar deb hisoblasak, ikkinchi tip dronlar, ko'zlar, razvedkachilar. Bu NATO abbreviaturasi Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Shturmchilar yoki FPV'larni jo'natishdan oldin nishonni tasodifiy emas, balki muqarrar o'likka aylantirishdir. Razvedkachi qushchalar 300 dan 500 metrgacha balandlikda parvoz qiladi. Bunaqa masofada 4 ta kichkina parrakning ovozi balandlik 300-500 metr. Bu balandlikda ovoz butunlay yo'q bo'lib ketadi. Siz musaffo osmonga qarab, u yoqda hech kim yo'q deb o'ylaysiz, lekin 30 karrali zoom kamera shu paytda ko'zlaringiz qorachig'ini ko'rayotgan bo'ladi. Yaqin razvedkaning eng mashhur qahramoni DJI Mavic. Ommaviy va to'y operatorligiga o'xshab oddiy, faqat endi u odam o'ldiradi. Narxi 1,5 dan 3000 dollargacha. Front, yo'llar, jang maydoni, aerodromlar, logistika. Bu yerda muhimi optika, barqarorlik va osmonda tura olish vaqti. Bitta apparatni yo'qotish fojia emas, razvedka navbati bilan ishlaydi. Bitta surib tushirilsa, keyingisi osmonga uchadi. DJI oddiy dronlarini okaxonlari ham bor. Rossiyada Orlan 10 oddek baquvvat ichki yonish dvigateli bilan 16 soatgacha ucha oladi. Zala elektrda shovqinsiz Lancetlarni yo'naltiradi. Supercam Ukraina sharq maxsus HIMARSlarni yo'naltirish uchun Lelika 100 bu eng ommaviysi. Bitta shunaqa dron 40,000 dan 150,000 dollargacha turadi, lekin u birinchi parvozdayoq o'zini oqlaydi. Agar $1,000,000 Zenit raketaga
to'g'ri yo'naltirilsa. 3-tip daydi o'q-dorilar, Lancet va boshqalar. Daydi nima degani? Aviatsiyada bu samolyot A nuqtadan B nuqtaga uchib ketmasdan nishon paydo bo'lishini kutadi. Belgilangan hududda ma'lum vaqtda aylanib yuradigan parvoz rejimidir. Masalan, oddiy raketalar Grad yoki HIMARS koordinata bo'yicha otiladi. Agar u joyda nishon bo'lmasa, raketa shunchaki bo'sh joyni portlatadi. Daydi o'q-dori bo'lsa, taxminiy dushman bor hududga keladi va dushmanni topib uni poylaydi. U 60 daqiqagacha aylanib yurolmaydi. Kamera tank sharpasini xitlashi bilan dron kalla tashlaydi. Lancetning asosiy xususiyati ikkisimon qanotlaridir. Bu shunchaki dizayn emas, bu hisob-kitob. U oxirgi soniyada har qanaqa tekislikdagi keskin burila oladi. Shuning uchun 300 km/soat tezlikda kalla tashayotganda u qochayotgan nishonni eng zaif nuqtasiga, minora tagiga yoki motor qismiga aniq uriladi. Shuning uchun nomi Lancet. Jarrohlik asbobi. Taxminan bittasining narxi $33,000. Bu raqamni eslab qoling. Bu urushning aniqlik emas, ekonomika hal qiladi. Davom etamiz. 4-turdagi dronlar. Uzoq masofali zarba One Way. Shahid 136, Geran 2 va ularning analoglari. Uzoqqa uchuvchi kamikadze dronlari. Shakli oddiy, qanot, motor, korpus, go'zallikdan asar ham yo'q. Sifat emas, songa urg'u bergan holda konveyer uslubida yig'iladi. Shahid bu uchar moped, o'ziga xos ovozi borligi uchun ko'pincha shunaqa deyishadi. Ichiga oddiy va arzon 2 takli Xitoy skuterlari yoki benzopilalarning ichki yonu dvigateli o'rnatilgan. Ular uzoqqa yuzlab kilometrgacha uchadi. Shovqinli, sekin, sezilarli. Ularning vazifasi tunda to'lqin bo'lib qayta-qayta hujum qilish toki himoya tizimi xato qilmaguncha. Tunda vizual aniqlash va havo mudofaa tizimi yomon ishlagan payt aynan ulardan Eron Isroilni himoya qiluvchi Kipat Barzel temir gumbaz tizimini yorib o'tishda foydalangan. Eronliklar va boshqa konstruktorlar bitta narsani tushunishdi. Bizga $1 million reaktiv dvigatellar kerak emas. Bizga matoh shunchaki 180 km tezlikda uchib borsa va 50 kg portlovchi moddani tashisa bo'ldi. Bitta shunaqa dron $20 dan $40,000 gacha turadi. Unga qarshi esa 10 barobar qimmatroq raketalarni uchirishadi. Isroil misolida buni ko'rib chiqamiz. Asosiy iqtisodiy paradoks aynan shu yerda yashiringan. Hujum narxi bittagina Shahid yoki Geran o'rtacha $30,000 turadi. Mudofaa narxi uni tunda 100% urib tushirish uchun NASAMC majmuasining $1 million raketasi kerak. Iris-T $450,000 yoki $2-4 million turuvchi Patriot. Isroilning temir raketa tutuvchilari, ularning bittasi o'rtacha $70,000. Hatto nishonlarni 100% urib tushirgan taqdirda ham pul tomondan yutqazib olasiz. Har kechasi mamlakatning oltin valyuta rezervlari va NATO omborlari yuvilib ketyapti. Temir gumbaz iqtisodiyoti sababli hozir Isroil shoshilinch ravishda temir nur tizimini joriy qilyapti. Bu kuchli lazer $70,000 raketa o'rnida u elektr energiyasidan foydalanadi. Bitta ochish narxi $2. Yorug'lik plastik drondan arzon bo'lishi mumkin. Keling iqtisodiyot haqida keyin gaplashamiz. Kuzatishda davom eting. 5-tur aldovchi nishonlar. O't ochishlar uchun yaratilgan soxta nishonlar. Ular xuddi zarbdor shahidlarga o'xshaydi. U kabi yo'nalishlarda uchadi, u kabi shovqin chiqaradi, juda arzon yig'iladi. Ba'zida haqiqiy nishondan 10 barobar arzon. Vazifasi PVO pozitsiyalarini sotishga, o'zini oshkor qilishga va o'q-dorisini sarflashga majbur qilish. Radar dronni o'zini ko'rmaydi. U drondan qaytayotgan radio signallarni ko'radi. Penoplastdan yasalgan kichkina dron radarda chumchuqdek ko'rinadi. PVO uni katta va xavfli shahid deb o'ylash uchun ichiga Luniberg linzasi o'rnatilgan. U radio to'lqinlarni shunaqa kuchli qaytaradiki, natijada uchuvchisiz kichkina apparat radar ekranida qiruvchi samolyot yoki og'ir bombali dron o'lchamidek katta ko'rinadi. PVO operatori monitorda 50 ta nishonni ko'radi. Ularning hammasi bir xil xavfli. Qaror qabul qilish uchun 30 soniya vaqt bor. U hammasiga qarata o't ochishga majbur. Nishonlarni juda ko'pi soxta bo'lib chiqdi.
Yangiliklarda muammo yo'qdek tuyuladi, lekin urush tilida bu shuni anglatadiki, dushman bekorga o'q uzishga, million dollar sarflashga va qaytda berkinganimizni ko'rsatishga majbur qildi. Bu o'yinda nishonni aniq urgan emas, balki dushmanni sharpalar uchun pul sarflashga majburlagan yutadi. Hammasi urib tushirildi, lekin pullar ko'kka sovurildi. Dronlar turlari 6-7, dengiz va quruqlik. Ukraina Magura V5 va Sea Baby kabi dengiz dronlaridan foydalanyapti. Birinchisining narxi taxminan $250,000. Bitta shunaqa dron 300 kilometrgacha portlovchi modda tashiydi. Bu narxi $50-100 million turadigan desant kemani yoki korvetni dengiz tubiga cho'ktirish uchun yetarli. Bu Qora dengizdagi qoidalarni o'zgartiryapti. Dengiz dronlari flotlar qilolmagan ishni qildi. Ular ulkan kemalarni portlarga qamab qo'ydi. Eng zamonaviy korvetni qurish yillar va 100 millionlab talab qiladi. Magurani qurish bir necha hafta va yaxshigina Jeep avtomobili narxidek mablag' talab qiladi. Dengizda xavfsiz hudud qolmadi. O'qlar va radarlar bilan qurollangan po'lat maxluq bir varakayiga 5 ta tomondan tezkor hujum qilayotgan kulrang sharpalar to'dasi oldida ojiz bo'lib qolyapti. Bu high-tech davridagi qaroqchilik. Quruqlik uchun tabiiyki FPV dronlari bor. Yanada qiziqroq format, turellar, robotlashtirilgan pulemyotlar, masofadan boshqariladigan platformalar, dalaga qo'yib niqoblaysan va sal nariroqda xavfsiz bilinchda o'tirib olib, piyoda askarni qirib tashlaysan. Lekin bu boshqa mavzu. Dronlarni hozir paydo bo'lgani 3 ta egri chiziqni bir vaqtda kesishgani. Birinchisi, maishiy texnika yetarlicha arzon va quvvatli bo'ladi. Ikkinchisi, o'rganish osonligi. Millionlab odamlar allaqachon uchinchisini bilishdi. FPV, hobby simulyatorlar, gaming, qiruvchi samolyot uchuvchilari bu elita, lekin barcha xohlovchilar dron operatoriga aylanishi mumkin va aloqa ham yaxshi. Hozir hamma joyda LTE va sun'iy yo'ldosh. Ikkinchi bob, kim uni boshqaradi? Dron operatorlari ular qanaqa topiladi va qancha topishadi? Bilarmidingiz, 2026-yilda diplomsiz, oliy ma'lumotsiz odam uchun eng katta oylik oladigan ish qaysi? Bu FPV operatori. Tver, Chubaksara qishloqlaridan kelgan yigitlar, otasi 5 yil ishlab topgan pulni dronni yaxshi uchirgani uchun bittada topadi. Davlat yo'q qilingan tank uchun millionlab pul to'laydi, chunki tankning narxi bu to'lovdan 10 barobar qimmat. Bu hayot va temir-tersak orasidagi oldi-sotdi, ammo bu pullar evaziga siz shunchaki mahoratingizni emas, qimmatli hayotingizni sotasiz. Operator juda ham yuqori stress rejimida ishlaydi. Uni 12 soatlik ish kuni ko'zoynak ekranidan boshqa yorug'lik bo'lmagan iflos chuqur joyda o'tadi. Operator uyiga kelib uyquga ko'z yumganda ham ko'zi nishon va to'rlarni ko'rishda davom etadi. Bu yerda karyera qilish ilojsiz, yoki kartasida million puli bor, lekin bir umrga PCR orttirib olgan afsonaga aylanasiz, yoki dushman droni sizni antenangizni topib olgan payt siz shunchaki nomingiz statistikaga qo'shib qo'yiladi. Bu kapitalizmning rostmana halol va yakuniy ko'rinishi. Katta xavf bu yo'q bo'lib ketishi mumkin bo'lgan joyda shunchaki pul ishlash. Oldinlari armiyaga atletlarni qidirishgan bo'lsa, bugun xipchabel va o'yin o'ynab yurgan bolalar kerak. Ideal nomzod bu Liftoff yoki Velastron nomli aviatsiya simulyatorlarda soatlab vaqt o'tkazgan yoki allaqachon to'yda dron operatori bo'lib yurgan odamlar. Masalan, men uchun video olib bergan bolalar. Qo'l motorikasi. 2D tasvirlarni tez tahlil qilib, uni 3D manyovrga aylantirish qobiliyati. Mana asosiy mahorat. Ukrainada bu ko'pincha ixtisoslashgan rektoring markazlari yoki ish qidirish saytlari orqali amalga oshiriladi. Operatorning o'rtacha oyligi 20-50 ming grivna atrofida, taxminan 500 dan 1200 dollargacha. Lekin ichkariroqda jang qilgani uchun to'lovlarni hisoblasak, summa 100-120 ming grivningacha ko'tariladi, taxminan 2,5-3 ming dollar.
Rossiya alohida uchuvchisiz tizim qo'shinlarini tashkil qilgan oyiga 210 mingdan 500 ming rublgacha oylik va'dasi bilan shartnomalarni tuzib yotibdi. Yetmaganiga Leopard yoki Abramslarni yo'q qilganlar uchun millionlab bonuslar beryapti. Qo'shimchasiga 2025-2026 yillarda shartnoma qilish uchun start bonusining o'zi 1,5 milliondan 3 million rublgacha yetishi mumkin. Rossiyada bonuslar tizimi, mukofot pullari yoki jangovar to'lovlar Mudofaa vazirligining normativ hujjatlarida rasman ko'rsatib qo'yilgan. Hukumatni 2000-sonli qarori Shoygu va keyinroq Belousovning tegishli buyruqlari bilan to'lov miqdori aniq belgilab qo'yilgan. Urib tushirilgan samolyot 300 ming rubl, vertolyot 200 ming rubl, tank 100 ming rubl. Rasman, lekin amalda bunga mintaqaviy ustamalar va fondlar beradigan pul qo'shilib summasi 500 mingdan million rublgacha oshiradi. Xususiy tashabbuslar, yirik korporatsiyalar, masalan, Forest, yo'q qilingan Abrams yoki Leopard tanklar uchun ilk bor 5 million rubl mukofot e'lon qildi. To'lov cheklarini tantanali topshirish jarayoni davlat kanallarida keng yoritildi. Ukraina qonunchiligi Ukrainada yo'q qilingan texnika uchun bonuslar tizimini rasman 2015-yildayoq tasdiqlagandi. 2024-yilda esa uni kengaytirish va yangilashdi. Vazirlar Mahkamasining 406-sonli qarori u yoqda aniq summalar belgilab qo'yilgan. Rossiya tankini yer bilan bitta qilgani uchun taxminan 48-50 ming grivna to'lanadi. Grad tipidagi RSZO uchun 60 ming grivna atrofida. Mobilizatsiya haqidagi qonun 2024-yilga tuzatishlar. Unga yo'q qilingan texnika uchun 15 kungacha qo'shimcha ta'tillar berish va mashina sotib olish uchun sertifikatlar ajratish bandlari kiritilgan. 3-bob urushning asab tizimi. Bu urushni tushunish uchun qavat-qavat osmonni tasavvur qilish kerak. Pastki qavat taxminan 10 metrcha joy. FPV dronlar yashaydi. Radarlarga deyarli ko'rinmaydi. Ularni HHM emas, atrof muhit va reaksiya o'ldiradi. O'rta qavat yuzlab metrlar, u yerda razvedkachilar, retranslyatorlar, ko'zlar. Ularning vazifasi dahshatli zarba berish. Yuqori qavat esa kilometrlar. U yerda allaqachon raketalar, aviatsiyalar va strategik tizimlar hukmron. Bu urush pastga qarab, texnika arzon, yechimlar ko'p, lekin aslo xatolar kechirilmaydigan nuqtaga tushib ketdi. Birinchi qadam vaqt va koordinatalar. Keling, dronlarni ichidan turib tahlil qilamiz. Sun'iy yo'ldosh navigatsiyasi, GPS GLONASS va analoglari. Bu ishonch. Men o'z joyimni bilaman, aniq vaqtini ham bilaman. Dron koordinatalarining buzishni ikki xil usuli bor. Birinchisi bo'g'ish. Signal yo'qoladi, tizim hech narsani ko'rmaydi. Ikkinchisi almashtirish, spoofing. Signal bor, lekin u soxta. Tizim hammasi joyida ekanligiga ishonadi va shu sabab xato qiladi. Masalan, Moskva markazida ketayotgan navigator sizni to'satdan Vnukov yoki Sheremetyev aeroportida deb ko'rsatadi. Uzoq masofali dronlarning ko'pchiligi grajdanskiy GPS dan foydalanadi. Agar dronni allaqachon manzilda turganiga, aeroport yoki taqiqlangan zonadaligiga ishontira olsa, avtoqo'nish tizimi ishga tushib, dron yo'ldan adashadi. Bugun Moskvada xavfsiz yashash uchun elektronika ko'rqib qo'yilgan. Shahar radioelektron botqog'iga cho'kib bo'lgan. Bugungi videomizning 4-bobi dronni koordinatsiyasi buzilganda atrofdagi hamma koordinatalar buzilishi haqida. Chunki dron, smartfon, avtomobil, dispetcherlik, aeroport, kemachilik, logistika hammasi bir xil vaqt va pozitsiya manbalariga tayanib ishlaydi. Ikkinchi qatlam aloqa kanali. Temir tersaklarni cheksiz ishlab chiqarish mumkin, lekin aloqadan foydalanish imkoniyati cheklangan resurs. Uni kesib tashlash mumkin, hatto ikki xil yo'li bor. Mobil aloqa, internet, LTE dan tortib 5G hamda Sputnik aloqasigacha. Yana uchinchisi ham bor, oddiy radio kanal. Eng zaifi mana shu hisoblanadi va eng muhimi, ikkala tomon ikki xil yo'ldan foydalanadi. Tikilgan garovlar va bosh og'riqlari turlicha.
Mobil tarmoq bu sizning internetingiz, bu urushning qon tomiri. Unga albatta zarba berishadi, aniqrog'i internetni bo'g'ishadi. Bu narsa agar operator dronni modem orqali boshqarayotgan bo'lsa, tasvirni yo'qotish uchun qilinadi. Yaxshi bilasiz, bunaqa vaziyatda aloqani faqat dushman dronlari emas, balki shahardagi tinch aholi ham yo'qotadi. Ha, bu holatda menda doim VPN yoqilgan bo'ladi. Bu o'zimning shaxsiy Mori VPN'im. Batafsil описаниеda. Rossiya shunaqangi hududlarni yaratishga harakat qilyaptiki, u joyda tarmoq sifatsiz, dabdala va doimiy yashash uchun xavfli joy bo'ladi, toki har qanaqa apparat va ekipaj o'sha eski haqiqat bilan yuzlashsin. Barqaror aloqa bo'lmasa, yomonroq urushasan. Tarmoqni tushundik. Endi Sputnik bu mahalliy infratuzilmaga bog'liq bo'lmagan asab tolasi. Shuning uchun ham uni zaxira asab tizimiga o'xshatishadi. Starlink Ukrainaga mobil aloqa vayron qilinib, radio aloqalar bo'g'ilib, aloqa liniyalari uzilganda yagona yashash yo'lidir. Boshqaruvni, razvedkani, o't ochishni, evakuatsiyani ushlab turish chorasidir. Lekin hamma narsaning o'z bahosi bor. Tashqaridagi richaklar, cheklovlar, siyosat, shartlar, ya'ni Starlink bir vaqtning o'zida ham najot, ham halokat. Rossiya barqarorlikni har xil kanallarni yo'g'illashtirish uslubida ushlab turibdi. Davlat taktik tarmoqlari, radio relay aloqasi, translyatsiya, bular infratuzilmaning bir qismi va dushmanni sun'iy yo'ldosh ustunligiga qarshi doimiy kurash orqali bosim qilish, xalaqit qilish, kanalni qimmat va ishonchsiz qilishga majburlash. Sun'iy yo'ldoshni o'chirish bu cho'pchak, asosiysi sifatli sharoitni yo'q qilish va uchinchi qatlam identifikatsiya. Qaysi dron o'ziniki yoki begona buni ajratish qiyin. Dronlar dunyosida saniki manikiga ajratish ko'p belgilarga qarab taxmin qilish degani. Xixim va Kandador tizimi osmonga odamga o'xshab qaramaydi. Ular signallar va harakatga qarab unga ishonsa bo'ladimi yo'qmi xulosa qilishadi. Bu tekshiruv jarayoniga kiradi. Harakatlar, balandligi, tezligi, manyovrlari, trayektoriyani takrorlashi, uchish stili, signaturalar, nishon datchiklariga qanaqa ko'rinishi, hajmi, aks sado, shovqin, issiqlik akustikasi, tizim uchun ochiq narsa, marshrut va kontekst. Qaytdan keldi, qaytga ketyapti, odatiy koridorlar bilan mos kelyaptimi, protokollar va efir, obyekt nima haqida signal beryapti, aloqa muhitiga qanaqa integratsiya qilingan, vaqt va aloqa bilan qanaqa bog'liqligi bor, uni harakati shu joy va vaqt rejimiga mantiqan mosmi, xatolar muqarrar, chunki dushman tomon atayin belgilarni oddiy holatga o'xshatib qo'yadi. Ha, aytgancha, FPV'ni to'g'ri Moskvaga uchirsa nima bo'ladi? 80-90% holatlarda 1-2 daqiqa ichida o'ladi qoladi. Orientatsiya buzilishi, boshqaruv aniqligini yo'qolishi, aloqa uzilishi, operator xatosi, dron tepa va past qatlamlarga tushishi uchun kamida 6-8 Sputnik kerak. Shaharda signalni osmono'par binolardan qaytishi va faol spufing sababli dronni tomi ketadi. U o'zini oldinga uchaman deb o'ylaydi, lekin shamol uni devorga urib yopishtiradi. Bunaqa urinishlar ko'pincha jimgina, portlashlarsiz, yangiliklarsiz yakun topadi. Muhitni ishlashi mana shunaqa. Frontda va shaharda urushlar turlicha. Frontda FPV samarali, chunki u yerda bo'shliq keng, havo dabdala, xavf esa norma deb qabul qilingan. Katta shaharda hammasi boshqacha. Zich aloqa, to'yingan navigatsiya, xatoni badali juda katta. Shuning uchun ham bir qurol bitta joyda zo'r ishlasa, boshqa himoyalangan joyda jimgina yo'q bo'lib qo'ya qoladi. 4-bob shaharlarni qanday himoya qilishadi? Moskva misolida gumbaz bu afsona. 2,5 kvadrat kilometr maydonga ega Moskvani o'q o'tmas gumbaz bilan yopib bo'lmaydi. Mudofaa xuddi mayda teshiklari ko'p bo'lgan elakka o'xshaydi. Uzoq masofali kontur S-400. Bu og'ir artilleriya, ularning vazifasi uzoqni 400 kilometrgacha masofani ko'rish va yirik nishonlarni yo'q qilish. Muammo shuki, penoplastdan yasalgan kichkina dron ularga shunchaki shovqin. $20,000 dronni $2 million raketa bilan urib tushirish, bu iqtisodiy jihatdan o'zini o'zi o'ldirish. Pantsir S1 va Tor M2 Mudofaa vazirligi va biznes markazlari tomonidan o'sha uskunalar chiroyli ko'rinsin deb qo'yilmagan. Agar uskuna yerda tursa, yaqinroqdagi ko'p qavatli bino ortidan uchib chiqqan dronni bor yo'g'i 500 metr qolganida ko'ra oladi. Pantsirni tomga o'rnatish harbiylarni ko'rish imkoniyatini kengaytiradi. Bu so'nggi chora sifatida PVO osmoni emas, obyektlarni himoya qilish. Bu mantiqan hal qiluvchi burilishdir. Bu
Bu urushda osmon endi davlatga tegishli emas, u hech kimniki. Shuning uchun Moskvadagi PVO shahar osmonini emas, balki o'ta qimmatli aniq nuqtalarni himoya qiladi xolos. Kaputniyadagi eng qiziq Kreml aloqa nuqtalari, aeroportlar agar dron keng dalaga yoki turar joy binolariga tushsa, bu PVO uchun kechirish mumkin bo'lgan xatolik. Muhimi, shaharning yarmi elektr bilan ta'minlanayotgan transformatorga tushmasa bo'ldi. Bu infratuzilmani saqlab qolish yo'lidagi mantiqiy tanlovdir. 5-bob urush pullari. Nutqimning eng shafqatsiz qismiga ham yetib keldik. Teparoqda aytganimdek, har qanaqa zamonaviy urush birinchi navbatda iqtisodiy urushdir. Ukrainlar g'arblik hamkorlaridan o'nlab va yuzlab milliard dollarlarni bekorga olishmayapti. Bu urushda pullar omon qolishning eng asosiy o'lchov birligiga aylandi. Oldinlari urush siyosatning davomi deyilgan bo'lsa, bugungi urushda buxgalteriya hisobining davomidir. Zamonaviy urushda askar faqat jang birligi emas, balki investitsiyaning ham bir qismi. Davlat askarni birinchi o'qni uzishdan oldin unga millionlar sarflashi mumkin ekanligini bilarmidingiz? Bu haqda ozroq fikr yuriting. O'qitish, kiyim, logistika. Ammo eng dahshatli raqamlar askar safdan chiqqan joydan boshlanadi. Birinchi o'lgan askar nech pul turadi? Byudjet uchun askarning o'limi bu bitta yaxlit to'lov va hisob raqamining yopilishi. To'g'ridan-to'g'ri to'lovlar 2024-2025-yilda Rossiyada mintaqaviy ustamalarni qo'shib hisoblaganda taxminan 8-12 million rubl bo'ladi. Iqtisodiy xulosa: davlat soliq to'lovchini va ishchini qo'llarini yo'qotadi, oilasiga kompensatsiya to'laydi va shu bilan byudjetning to'g'ridan-to'g'ri xarajatlari deyarli yo'q bo'ladi. Bu qimmat, lekin haqiqat. Xo'sh, nogiron askar qancha turadi? Mana bu joyda matematika ayab o'tirmaydi. Og'ir yaralangan askar davlat uchun uzoq muddatga halok bo'lgan askardan ko'ra 5-10 barobar qimmatroqqa tushadi. Evakuatsiya va reanimatsiya, jang maydonidan olib gospitalga borishgacha bo'lgan og'ir yo'l, og'ir operatsiyalar, bitta tizza yoki qo'lni protez qilish 20 mingdan 100 ming dollargacha turishi mumkin. Bir umrlik ta'minot, nogironlik pensiyasi, tibbiy sug'urta, reabilitatsiya va 30-50 yil davomidagi ijtimoiy imtiyozlar. Bular bog'lanmagan qo'llar effektidir. Orqa fonda bitta yarador uchun 2-3 kishi ishlaydi. Shifokorlar, qarovchilar, qarindoshlar, ular ham iqtisodiyotni charchatadi. Rosmana kapitalizm ko'zi bilan qaralsa, yarador qilish o'ldirgandan ancha foydali. O'lim bu nuqta. Jarohat esa yillar davomida dushman iqtisodiyotini kemirib yotadigan qalinroq nuqtadir. Urush orqasidan qolgan bitta nogiron sog'liqni saqlash tizimi va byudjetga 10 ta o'lgan askardan ko'ra og'ir yuk bo'ladi. Operatsiyalar, protez, umrbod beriladigan pensiya, psixologik yordam. Va unga qarayman deb ishdan bo'shaydigan, uni kamidikda qarindoshi, arzon plastik bilan beriladigan bitta aniq zarba. Mamlakat 10 yil yamasayam yopolmaydigan chuqur paydo bo'ladi. Biz buni insonparvarlik deymiz, ammo strategiya buni teshik cho'ntak urushi deydi. Askarni yarador qilish, mamlakatni yalpi ichki mahsulotiga zarba berish, shu narsa urushni chidab bo'lmas darajada qimmatga aylantiradi. Dronlar ko'pincha oyoq-qo'llarga zarba berishi tasodif emas. Bu tirik odamlarni davlatni bo'ynidagi qarzga aylantiradigan toza matematika. Rossiya hozircha chidayapti, chunki uni urush ko'rgan davlat sifatida va investorlari bor. Byudjetni qayta taqsimlash, davlat buyurtmalariga ustuvorlikni, o'g'rilikni